yıldızlar yıldız muradına Mekbalası vardır dik muradına Mekbalası vardır dik muradına Ağızları iki derya olasını Tatlı yürüyek Özbekistan bolasını Ağızları iki derya olasını Tatlı yürüyek Özbekistan bolasını Assalomu alaykum o'zbeklarning so'zboshi. Hamisha pok niyatlar bo'lsin qalblar quyoshi. Bismillah dilda bo'lsin, dillar quvonchga to'lsin. Kimda neki orzu bor, albat ijobat bo'lsin. Assalomu alaykum yosh avlodni barkamolligi yo'lida o'zlarida mujassam bo'lgan yuksak salohiyati va shijoatini sidqi dildan safarbar etib kelayotgan aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, qadrli ota-onalar. Mana bugun biz siz azizlar bilan birga 1-A sinf o'quvchilarining savodxonlik bayramida diydorlashib turibmiz. Jar solgim keladi dunyoga. Baxtiyorman deya do'stlarim, ming bor shukr kamol topmoqda komil bo'lib o'g'il qizlarim. Ular mening ko'zim gavhari, umrimning bezagi iqbolim, onani, vatanni anglagan jonimdan shirinimni holim. Ularning har biri bir dunyo so'zida bor ma'no, bag'rimga bosaman erkalab, shunda hayot go'zalligi jon. Ulg'aygin bolajon, omon bo'l, xalqing uchun fidoyijon bo'l. Ezgulik yoritib ko'nglingni, hamroh bo'lsin umringga oq yo'l. Tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Sizlerge aytayım bir shirin tilak, savodxonlik
Elim desem tilginem, sayran bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam tilginem, xandon bo'lgani bo'lgan. Elim desam dilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi, gunohda gunoyi. Yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. Qadr topdi qadri, havoga to'ldi bag'ri. Istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan. Onda qoldi g'ovlar, sinovlar. Shashtin to'lib birovlar, hayron bo'lgani bo'lgan. Havoda bektirgaylar, chechakka to'shirgaylar, gulni ko'rgan turlaylar, xushhol bo'lgani bo'lgan. Nalalashib, qalbashib, boshni qo'yib sirlashib. Qo'shni soylar birlashib, iymon bo'lgani bo'lgan. Qadr topdi qadri, havoga to'ldi bag'ri. Istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam tilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Elim desam dilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi, gunohda gunoyi. Yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. Qadr topdi qadri, havoga to'ldi bag'ri. Yurtboshim bergan
Ha, men faqat o'zingchi sinfxonasida qilib yig'lab turgan eding. Ha, hazillashdi. Yaxshilikka o'qishni, sovshariklarni o'rgatgan shu bayram sababchisini davraga chaqira qolaylik. Do'stlar, keling birgalikda Alibijonni davraga taklif qilamiz. Alibiyani chaqirsak, barabar qarsak kelsak, kelar bizga mehmonga, shu ajoyib makonga. Kela olgin Alibijon, bizga bo'lgin sen mehmon. Xolajonlar, aqlisot bilaman, bugun shodlik muborak, sovxonlik muborak. Rahmat senga Alibij, biz seni eshitamiz. Aytinglar, dildingiz, nesillar o'rgandingiz, menga sovg'a bo'lsin deb nelar tayyorladingiz. Sirtirab chizishni, o'qishni va yozishni, faqat va qiroat seni o'rgandik faqat. Barakalla, qani ayting, nechta harf bor menda? Alifboda 29 harf, asl aka-ukamiz, ajratolmas bizni hech kim, aql aka-ukamiz. Barakalla, qani harflar, so'zlarni tartib bilan qilib, bolajonlar so'zni eshitay mazza qilib. A alifboda harflarning yorma boshi, Akmal, Aysa, Ali, Adam boshlari. Barakalla. Qanotlari yig'ib olgan kapalakning o'zima, yetgan bo'lib kemalarda, shamollarda o'zaman. Ofarin. Denguzida rodaman, davlatda dunyodaman, deyman shirin so'z bo'ling, doim aql do'st bo'lar. Barakalla. Kelakda-yu ertakda, echkida-yu eshakda, echkemizda yetikda, eng birinchi turaman, epchil esli bo'laman. Ofarin. Egrora feni topgach, egizagim deb yopishdi. Ikkalasi filni ko'rib, minamiz deb chopishdi. Barakalla. Go'zal so'zlar boshlayman, gavhar bo'lib yashlayman. Gul, giyoh, go'yo gilam, gulzor chiroyli bilan. Ofarin. Lol xatcha handala, hunar hovli qancha, bo'lma inson ustida, hatto humoq tushida. Barakalla. Simyog'och va terakka o'xshab qo'yib uzoqroq, ikkita chapa ipga yetkazsay cho'ziqroq. Ofarin. So'yamonning bandasini birpas yig'lab qolibdi. Chi harfiga o'xsharkan deb jasur hayron qolibdi. Barakalla. Daban, jigsovda, daban, kadrit kapuda, ishdaman, topinchi men o'zimman. Ofarin. Boshimda menman yolg'iz, laylakni ikkitamiz. Topdan bir so'z lo'lari, nechta lebar bolalar. Ikki do'st keldik biz, qo'lni qo'lga berdik biz. Qilmasdan kuchimizda yozildi verdigan xat. Barakalla. Ne yasama oson, diqqat bilan qaragan, ikki ustun oralab quyosh tiragan. Ofarin. Yer shaklida dumaloq, chiroyli shaklimga baq, olma, olcha, alxora, g'ildiragday dumaloq. Barakalla. Menga uchraysan har gal, kiysang paypoq qo'yabsan, patir palov yeganda, paxta pula deganda. Ofarin. Qadam qayib yotamiz, qayerlarga suzamiz, qishda qarg'a uchradi, qarang qorni quchadi. Dadadadadi tovushi, uni qanday yozaman, bir qo'lim belga qo'yib, bir oyog'ing tiraga, zayga o'xshab qolding sen, bol o'ynagan qalagin. Dedi 8 tema meni, yedam borib qolaman, satbat chizib toki qol, 8 borib qolaman. Barakalla. Ikki harf ko'p qilmaysan, qilsam zarab, to'qmoq taroqdim deman, tarif tovoq qildaman. Ofarin. Tutunda u ikkita, qulofda esa bitta, uzun unumdan, usiz bo'lmas so'z butun. Ofarin. Men borman vulqonni ham, vafo ham, vijdonni ham, vatan, volida va vaqt so'zlarni boshlashda.
biroz e'tibor bering. Gapning oshiga bergin aksini qo'ying. Aferin. Siz do'stlashda H bilan qara shotiligi bilan shaxmatlashga so'zlarda ajralmas mahi chiqar. Aferin. Cho'mak, choynak va chelak chadan boshlanar qarang. E'tibor berib turing. Belgiga hadir ko'mak. Barakalla. Boshqa ishlar. Ishlar bitta tovush uchun navaganing juftligiga ko'rsatar durmoqchi. Aferin belgisi. Vergulga o'xshash shaklim. O va g'adan bor farqi. Barakalla. Mana bizda bildingiz, so'zga quloq soldingiz. Bolalar bizni bilan bilganning baxti kular. Bizni dela alba 30 tovush eriljar. Halolni o'rganamiz, o'qishni o'rganamiz. Alifbonni o'rganamiz.
dekabr O'zbekiston Konstitutsiyasi tasdiqlangan kun. Zo'r chiroying bor, Oqko'la gulvatan O'zbekistonsan. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Boqush oy yulduz yaltirar, xalqondir o'zbekning askari. Boqush oy yulduz yaltirar, xalqondir o'zbekning askari. İstiqlal mash'ali yongan vatanim, bayraming muborak mening jon tanim. Quyosh kulib boqqan elimga hardam, an'ana to'ylarga to'liq chamanim. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay
Yaxshimisizlar? Boshlab oldilaringmi bayramlaringni? Xo'p, yashanglar. Qor qizim bilan biz birgalikda maktabingizda bo'layotgan savodxonlik bayramingizga tashrif buyurdik. Bugun sizlarni savodlaringni bir ko'rib, nazorat ostiga olib, mana bu yerda tomosha qilib o'tirmoqchimiz. Bobojon, bolalarning bir san'atidan ham bahramand bo'laylik. To'g'ri aytasan qor qizim. Qani bolajonlar, bir savollaringdan, topishmoqlaringdan berginchi. Osmondan par tushadi, par emas zar tushadi. Bu javob to'ppa-to'g'ri. Qishin yozin yashnaydi, kiyimlarim yechmaydi. Xo'p, qani o'g'lim? Daraxt, archa. Archa to'ppa-to'g'ri. Oqqina tovuq xirmon sochar. Yashan qizim. Bu javob to'ppa-to'g'ri. Ayoz bobo navbat sotdi, olgan edim, qo'lim qotdi. Judayam to'g'ri bolajonlarim. Ilmlaring juda ham ziyoda bo'libdi. Endi bolajonlarim, sizlarni bayramlaringizni biz joyimizni egallab olib tomosha qilamiz. Agar bayraminglaringda kim yaxshi javob bersa, zukko o'quvchi bo'lib qatnashsa, bayramlaring oxirida sovg'a bilan taqdirlaymiz. Maktab handalariga. Shakarning foydasi haqida nima bilasan? Uzoqlar uchun foydali. Qanaqasiga? Ukamning joniga shakar solsam yig'lamaydi va meni quloqlarim dam oladi. Sen shu ahvolda katta bo'lgan bo'lsan. Men katta bo'lsa, quruvchi bo'laman. Buncha yo'q, sinfxonalar quraman. Sira qo'shib birga kichik. Kattalar qoqmaysa. Bu gapda qansiz yo'q-ku. Qani qoqmaydi aytganda. Maktabda o'qishlari qalay? Judayam o'qituvchimiz savol beraveradi. Menimcha o'zi eng narsani bilsa kerak. Thank you.
7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Barakalla matematik maqollar ham bilasizmi? Bir bolaga 7 qo'shimotona 7 kishi yaqin hunar ham 10 7 o'lchab 1 kes sanama 8 dema bilagi zo'r birni yaqar bilimi zo'r mingni yaqar
maktabimiz o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Shohidaxon Oxunjonova ustozimizga beramiz. Qadrdon bolajonlarim, barchalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin dildan muborakbod etaman. Mana bugun 2-umumta'lim maktabimizda 1-A sinf o'quvchilarining savodxonlik bayramini mana bilan birgalikda tomosha qildik. Mana bolajonlarimizni qanchalik zukko va bilimli ekanligini guvohi bo'ldik. Mana shu savodxonlik bayrami bilan barcha bolajonlarimizni, ota-onalarimizni chin dildan tabriklayman. Barchalarimizga yangi yil omadli, baxtli yil bo'lib kelsin. Mana shu bolajonlarimiz kelajakda maktabimizni a'lo baholarga yakunlab, nufuzli oliygohlarda o'tsin, yurtimizni boshqaradigan, yangi O'zbekistonimizni gullatib yashnatadigan kadrlar bo'lib yetishsin. Mana bu ishda bizga ustozimiz Shablaxon Umarova, Gulxoyaxon Abduqodirovaga yaqindan yordam berib kelayotgan ota-onalarimizga ham bu sharafli va mashaqqatli kasbida Shablaxonga, Gulxoyaxonga ham muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tan-jonlari sog' bo'lsin, charchamasdan mana shu bolalarimizga puxta bilim berib, mana shu maktabimizda o'ziga yarasha hurmatga, bilim salohiyatiga ega bo'lganligi uchun mana o'quvchilarimizni sayratib, sahnalarimizni gullatib, kayfiyatlarimizni chop qildi. Ustozlarga ham rahmat, ota-onalarga ham barchalarini xonadonlariga tinchlik, omonlik tilaymiz. Hamisha bolajonlarimiz baxtiga sog' bo'linglar. Bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Mana shu o'quvchilarimizni savodxon bo'lganliklari munosabati bilan bularda savodxonlik guvohnomalarini taqdim etamiz. Aziz o'quvchim, siz eng birinchi kitob alifbeni o'qib, tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Endi siz vatan, ona kabi ulug' so'zlarni o'qiy olasiz, yoza olasiz. Yodingizda tuting, ushbu savodxonlik guvohnomasining sohibi doimo a'lo o'qishi, namunali xulq egasi bo'lishi lozim. Biz sizga ishonamiz, aziz bolajonlar. Qani qarsaklarning vosita bolajonlar. Yuzingizni yerga qaratmang, ishonchingiz oqlab yuraman, egri yo'lga
qadam tashlamang. Yallohon ustoz sizga va'da beraman. Kecha kunduz duo qilasiz. Oz qolyapti hali ko'rasiz. Turbenjon o'quvchim zo'r deb maqtab berasiz. Gulxoyaxon ustoz sizga va'da ber. Endigi so'z navbati buvijonlarga, ota-onalarga marhamat. Hurmatli aziz ustozlar va ota-onalar, hammalaring mana shu yerga kelganlaringga hammalaringga katta rahmat. Mana ustozlarimizni mashaqqatli mehnatlarini ko'rdik. Bolajonlarimiz ham kelajakda oliy ma'lumotli o'qishlarda o'qisin, chiroyli kasb egalari bo'lishsin. Sizlarga mashaqqatli mehnatlaringga kattadan katta rahmat aytaman. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu tadbirimizni qatnashchilari bu farzandlarimizni juda ham chiroyli qilib mana shunday o'qitib, ta'lim bergan Shahnomaga, Gulxoyaxonga alohida rahmat. Hammalaringga bolalarimiz kuydirgan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Hech qachon charchamanglar. Avvalo shu yerda to'plangan hamma ota-onalarga, o'qituvchilarga assalomu alaykum deymiz. Mana bugun farzandlarimizni savodxonlik bayramlari bilan hammalar uchun qalbimdan tabriklayman. Bu bayram faqat Shahlaxonniki emas, butun maktab ma'muriyatiniki, uni orqasida turgan, yordam bergan o'qituvchilarga, hammalariga, ota-onalariga rahmat. Farzandlarimizni savod yo'lida, bilim berishda charchamanglar, hammalar sog' bo'linglar. On
bergan ota-onalarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Durdona ham sizga tashakkurlarim. Mana bu yerda homiy bo'lgan